Demak, uchinchisiga kumush rangli tarafini uladik. Intil water, ya'ni kirish suvi. Kirish suvini ulaymiz bunga. Mana kirish suvini ulab oldik va mana bu oxirgi отход, chiqindi suv. Fast water, ya'ni chiqindi suvini ulaymiz. Mana chiqindi suv. Demak, birma-bir ko'rsataman. Zaxira baki, pure water, semistitning pure water, ya'ni sariq tarafi, clear water, kumush rangli tarafi, intil water, kirish suvi, fast water, chiqindi suv. Endigi buyurtmalarimizga buni ham o'zbekchalab yozdirishga harakat qilamiz. O'zbekchasi keladi. Tushunarli bo'lishi uchun. Va mana bu yerga blok pitaniyasi ulanadi. Tukka tiqsak, hozir apparatimiz xudo xohlasa ishga tushadi. Ishga tushirishdan oldin suv manbasini ochib olamiz. Boshida yopiq turgandi mana kranimiz. Endi hamma narsani bajarganimizdan keyin, shilanglarni ulab bo'lganimizdan keyin buni ochsak bo'ladi. Mana shu kranni. Mana ochdik. Mana shu holatda ochiq turadi, to'g'ri holatda shlang bilan. Uskunamizga suv kelib boshladi mana. Uskunamizni yoqmay turamiz, sababi suv kelgandan keyin buni hamma narsalar yaxshi qotirilganmi yo'qmi bilish uchun suv kelishini kutamiz. 1 daqiqa. Buni ichiga suv to'lib olishini. Demak, mana hech qayerdan suv oqqani yo'q uskunamizda. Demak, uskunamizdan hech qanday suv ketish holatlari yuzaga kelgani yo'q. Mana hali qo'shganimiz yo'q. Va adapterini tukka tiqamiz, qo'shamiz. Bismillah. Hozir ko'pchilik ekranda aytadi, nimaga bu yonib o'chyapti? Ya'ni hozir flash tizimida uskunamiz o'zini o'zi yuvish programmasi uskunamizda mavjud. Va mana toza suv chiqarayotganda work deb yonib o'chadi. Demak, hozir toza suvda ishlab boshladi uskunamiz. Agar biz mana bu reset tugmasini bossak, membranani yuvishga o'tadi, filtrlarni yuvish, flash tizimiga o'tadi. Hozir 99, 362 ga 99 bo'lib turibdi. Mana 51 ga tushdi suvning tozalik darajasi. Bu zo'r degani do'stlar. 358 da 51 ga tushirib beryapti. Hali apparatimiz hozir ishga tushdi. Mana 22 ga tushdi. O'ta toza bo'lib ketdi. Toza suv ishlab chiqarilyapti deyapti. Work yongani, work degani toza suv ishlab chiqaryapti, suv filtr degani. Flash degani membranani yuvyapti degani. Lask, ya'ni mana bu yonib o'chadigan bo'lsa, mana shu tugmasi suv filtriga suv kirmayapti degani, bu degani do'stlar. Keyingisi full degani zaxira baki to'ldi degani. Ya'ni full yonib o'chsa, bu zaxira baki to'ldi, apparat o'chadi, o'zini o'zi o'chiradi, avtomatik o'zini o'zi o'chiradi. Demak, ko'pchilik aytishi mumkin, bu tugmalar nima qiladi deyishi mumkin do'stlar. Bu tugmalar misol uchun siz filtrni almashtirdingiz. Filtrni almashtirish uchun ushbu tugmalarni ishlatasiz. Ya'ni siz filtrlarni almashtirish uchun birinchi navbatda zaxira bu yoqdagi zaxira bakini suvini yopasiz va suv manbaidan keladigan suvni yopasiz. Yopganingizda apparat o'zini o'zi o'chiradi do'stlar. Ya'ni quruqlikdan himoya tizimi mavjud bularda. Shunda mana shu reset tugmasini bossangiz, flash tizimiga olib, ichidagi suvni chiqarib yuboradi. Chiqarib yuborgandan keyin avtomatik apparatimiz o'chadi. Lask tugmasi yonib o'chib qoladi. Hozir men yoqni yopmaganim uchun unday bo'lmayapti. Keyin bemalol apparatni tokdan o'chirib filtrlarini almashtirishingiz mumkin. Demak, hamma narsani tushunib oldik. Filtrlarni almashtirishda ham mana shu videodan ko'rib olsangiz bo'ladi. Yana filtr almashtirish jarayonini ham bitta videosini tayyorlaymiz. Juda oson. Boshida qanday filtrlarni qo'ygan bo'lsangiz, xuddi shunday almashtirib olasiz. Demak, yoqamiz uskunamizni. Filtr almashtirish jarayonini alohida video qilamiz do'stlar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa tashlab beramiz filtr almashtirish jarayonini. Filtrimiz ishga tushdi. Demak, ichki holat, hech qayerdan suv ketgani yo'q. Mana tekshirib oldik. Hamma narsa